o'sha kuni tong otishi bilan butun hovlida g'alati bir jimlik hukm surdi. Robiyani qidirishga ketganlar allaqachon yo'llarga chiqib bo'lgan, ammo ularning izlari hech qayerga yetib bormayotgandek edi. Xotin-qizlar hovlining bir burchagida yig'ilib, past ovozda pichirlashar, har biri o'ziga yarasha taxmin va gumonlarni aytishar edi. Kimdir Robiya biror kishining uyida yashirinib yotibdi, kimdir esa uni allaqachon uzoq shaharlarga olib ketishgan deb o'ylardi. Ammo bu safar vaziyat avvalgilardan butunlay farq qilardi. Chunki endi gap yo'qolishda emas, topilish arafasida turgan bir sir haqida ketayotgan edi. Robiyaning o'zi esa shu paytda boshqa bir dunyoda, boshqa bir odamning mehrini his qilib, hayotga asta-sekin qaytayotgan edi. Uning ko'zlariga nur qaytayotgan, yuragiga umid qaytayotgan, bag'riga esa oilasining issiq nafasi qaytayotgan edi. Aya ismli keksa ayol uning boshiga qo'lini qo'yib, har kuni ertalabdan kechgacha g'amxo'rlik qilar, uning tanasiga kuch qaytishi uchun turli giyohlardan damlama tayyorlab berardi. Robiya har gal shu damlamani ichganida go'yo o'z uyining hidini eslagandek bo'lardi. Ammo taqdir aynan shunday lahzalarda inson o'zini eng baxtli his qilgan paytda eng shafqatsiz sinovlarni yuboradi. Bir tomonda ayolning ichida yillar davomida o'chmay turgan sog'inch asta-sekin shodlikka aylanayotgan bo'lsa, ikkinchi tomonda uning nomi daryo bo'yidagi bir jasad bilan yonma-yon tilga olinayotgan edi. Bu qarama-qarshilik butun qismning yuragini yirtib tashladi. Chunki bu yerda gap shunchaki bedarak ketgan bir ayol haqida emas. Bu yerda gap oilaning ruhini ushlab turgan, yo'qolishi bilan butun hovlining nafasi buzilgan bir inson haqida ketmoqda. Robiyaning ruhiy holati bu qismda ayniqsa chuqur ochildi. U endi faqat davolanayotgan ayol emas, u o'zini yana hayotga qaytarib olayotgan ayol edi. Eng nozik nuqta shundaki, u uyga shunchaki qaytmoqchi emas, u mo'jiza bo'lib qaytmoqchi edi. Uydan ko'r holatda chiqib ketib, qaytganida yaqinlarga ko'zi ochilgan holda ko'rinishni orzu qilishi juda katta ichki ehtiyojni anglatardi. Bu orzuda g'urur ham bor, alam ham bor, sevgining isboti ham bor edi. Robiya har tong uyg'onganida derazadan tushayotgan yorug'likni ko'rib, ko'zlarini shu yorug'likka ko'niktirishga harakat qilardi. U dunyoni asta-sekin qayta-qayta kashf qilardi. Avvaliga faqat shakllar, so'ngra ranglar, keyin esa mayda-chuyda detallar. Bu uning uchun yangi tug'ilgandek his edi. Aya uning yonida o'tirib, har bir tafsilotni sezib, har bir nafasni kuzatib turardi. "Qizim, shoshilma", derdi aya muloyim ovozda. "Har bir narsaning o'z vaqti bor. Ko'zing yorug'likni ko'rdi, endi qalbing ham yorug'likni ko'radi." Robiya esa bosh chayqab kulimsirardi. U endi o'zining eskicha ojiz ayol emasligini his qilardi. Go'yo u butun umrini bir sinovdan o'tkazgandek, endi esa o'sha sinovning eng og'ir qismini yengib chiqqandek his qilardi. Uning ichida "men sindim, lekin tamom bo'lmadim" degan kuchli ishonch uyg'onayotgan edi. Shuning uchun ham uning sabri oddiy sabr emas. Bu ayolning o'z sha'nini qayta tiklash sabri edi. Har kuni aya unga qo'ldan tutib yurishga yordam berar, asta-sekin oyoqlarini mustahkamlab borardi. Robiya esa o'zini mas'uliyatli his qilardi. U qaytishga tayyorlanayotgan edi, lekin bu safar u yiqilmaydigan ayol bo'lib qaytishni xohlardi. Uni bag'riga bosgan aya obrazi esa bu qismning eng sokin, lekin eng kuchli qatlamini olib kirdi. Avvaliga u shunchaki davolovchi, panoh beruvchi ayol bo'lib ko'rinsa ham, keyin ma'lum bo'ladiki, uning mehrining ildizi juda chuqur jarohatdan oziqlangan. Kunlarning birida Robiya yana ko'zlarini ochib, atrofni kuzatar ekan, aya uning yonida o'tirib, qo'lidagi eski fotosuratga tikilib turganini ko'rdi. Fotosuratda yosh bir qizcha jilmayib turardi. "Bu kim?" deb so'radi Robiya ohista. Aya uzoq sukut saqladi. So'ng ko'zlaridagi yoshni artib, "Mening qizim", dedi u. "U mening qo'limda vafot etdi. Bir necha yil oldin, juda ham erta." Bu so'zlar butun xonani jimlikka burkadi. Robiya qaltirashni his qildi. U bu ayolning necha yillardan beri bu dardni qalbida yashirib yurganini endi tushundi. Shu paytgacha tik, qattiq, hammani ushlab turgan ayolning ichida muzlab qolgan onalik dardi borligi ma'lum bo'ldi. "Men sizni tushunmayapmanmi deb o'yladim", dedi Robiya. "Lekin siz meni qutqarayotganingizda o'z qizingizni qutqargandek his qilasiz, shundaymi?" Aya uning qo'lini siqib qo'ydi. "Qizim, sen men tasodifan qutqarib qolgan ayol emassan. Sen mening qalbimdagi yarim qolgan mehrning davomisiz. Men o'z qizimga aytolmagan so'zlarni,
tayyorlay olmagan allalarni senga aytib yashayapman. Demak, u Robiyani tasodifan qutqarmayapti. U o'zining yarim qolgan mehrini, aytolmay yurgan armonini, yo'qotgan qiziga yetkazolmagan sog'inchini Robiya orqali yashab chiqyapti. Shu sabab uning har bir giyoh tayyorlashi, har bir taskini, har bir sabr qil degan gapi oddiy yordam emas, qalbning qarzi kabi eshitilardi. Ammo qismning eng og'ir nafasi Komil orqali uradi. U bu safar faqat xavotirli er emas, u o'zini yo'qotish yoqasiga kelgan odam edi. Komil ertalabdan beri bog'da edi, lekin uning qo'lida hech narsa tutmagan, ko'zi yerda, yuragi esa uzoqlarda edi. Bog', daromad, mavsum, ro'zg'or hammasi bir chetga surilgan edi. Bu juda muhim detal, chunki erkakning kundalik mas'uliyatdan uzilib, bitta ismga, bitta izga, bitta umidga mixlanib qolishi uning ichida vaziyat allaqachon oddiy sog'inchdan oshib ketganini bildiradi. Komil aka, bugun hosilni yig'ishtirib olish kerak, dedi bir xodim yaqinlashib. Komil esa unga qaramadi ham. O'zing bilasan, dedi u sovuq ohangda. Menga hozir hech narsa kerak emas. Uning ko'zlari faqat bitta yo'nalishga, Robiya ketgan yo'lga qarab turardi. Har bir o'tgan kun, har bir o'tgan soat uning yuragini yana bir bor ezardi. U ichida bir fikr bilan yashayapti. Agar bu safar kechiksa, endi o'zini hech qachon kechira olmaydi. To'satdan qo'ng'iroq chaldi. Komil qaltirab telefonni oldi. Qarama-qarshi tomondan bir ovoz eshitildi. Daryo bo'yidan ayol jasadi topildi. Hali shaxsi aniqlanmagan. Iloji bo'lsa keling. Bu xabar Komilning ruhiga pichoq bo'lib kirdi. U qattiq nafas oldi, lekin oyog'ida tura olmadi. Qo'llab-quvvatlab o'tirgan stulga suyandi. U hali ko'rmagan jasad bilan ham xayollan xayrlashib ulgurgandek bo'ldi. Daryodan topilgan noma'lum ayol haqidagi xabar qismga oddiy vahima emas, Komilning ichidagi butun dunyoni larzaga keltirdi. U bir necha daqiqa jim o'tirdi, so'ng o'rnidan turdi va eshik tomon yurdi. Uning yuzida endi xavotir emas, qat'iyat bor edi. Bu lahza keyingi qismlar uchun juda xavfli burilish edi. Chunki o'lim ehtimoli bilan yuzma-yuz kelgan odam oldingi odam bo'lib qolmaydi. Qismning yana bir nozik, lekin juda aqlli qatlamlaridan biri uydagi boshqa mojarolarning asosiy voqeaga ko'zgudek xizmat qilishi. Bir tomonda onasiz qolgan bola uchun xola va amaki o'rtasida kurash ketyapti. Biri mehr bilan yaqinlashadi, biri mol-mulk bilan. Robiyaning singlisi Gulnoza har kuni erta tongda kelib, Robiyaning kichkina qizi Umida bilan o'tirardi. U bolaga ovqat berar, uning sochlarini tarar, ertaga aytib berardi. Umida esa Gulnozaning qo'lidan mahkam ushlab, "Oylarim qachon keladi, xola?" deb so'rar edi. "Tez orada jonim", derdi Gulnoza ko'zlaridagi yoshni yashirib. Ammo shu paytda Robiyaning amakisi Zokir kelib, "Bu bola mening qaramog'imda bo'lishi kerak. Men uning yaqin qarindoshiman, huquqiy jihatdan ham", deb gap boshlardi. Gulnoza esa unga qattiq qarardi. "Huquqmi? Siz shu bolaga bir marta ham chin yurakdan qarabmidingiz? Uning og'riqini hech qachon his qilmadingiz. Siz faqat mulkni, yer suvni o'ylaysiz. Bu shunchaki yon voqea emas. Bu butun qismning asosiy g'oyasini yashirincha takrorlaydi. Bu dunyoda kimdir insonni jon deb ushlaydi, kimdir manfaat deb. Robiya yo'qolgandan beri ham aynan shu sinov davom etmoqda. Kimdir uning dardini yuragiga olib yuribdi, kimdir esa vaziyatni g'iybat, nazorat va ustunlik quroliga aylantiryapti. Shuning uchun bolaga kim haqiqiy yaqin degan savol aslida Robiyaga kim haqiqiy yaqin degan savolning boshqa shakli bo'lib eshitiladi. Uy ichidagi g'iybat va ovsinlar orasidagi ziddiyat ham bekorga kuchaytirilmayapti. Tuhmat, piching, bir-birini tinimsiz kuzatish, bularning barchasi hovlining devorlarini yemiradigan ko'rinmas qurtlar. Hovlining bir burchagida bir necha ayol yig'ilib, past ovozda gaplashishardi. Robiya balki biror joyda boshqa odam bilan yashab yotgandir, dedi biri. Yo'q, men eshitdim, uni olib ketishgan, deb qo'shdi boshqasi. Lekin Komil aka qanday qilib buncha vaqt chidab turibdi? Balki o'zi biladigan narsa bordir. Bu so'zlar hovlining toza havosiga zahar kabi tarqalardi. Eng xavflisi, bunday odamlar baxtsizlikning o'zidan ham oziq oladi. Robiya yo'qolgan bir paytda ham ba'zi ayollar qalbida rahm emas, imkon uyg'onganini ko'ramiz. Kimdir vaziyatdan foydalanib ta'sirini oshirmoqchi, kimdir boshqa ayolni badnom qilib o'ziga joy ochmoqchi. Bu juda yomon belgi. Chunki bunday uyga Robiya qaytgan taqdirda ham uni faqat quchoqlar kutmaydi.
uni haqiqat ham kutadi. Ko'zi ochilishi faqat yorug'likni ko'rish emas, odamlarning asl yuzini ko'rish ham bo'ladi. Shu payt hovlining narigi chetida Jamila paydo bo'ldi. U bolalarni yig'ishtirib, ularni ovqatlantirishga kirishdi. Uning har bir harakatida onalik mehri va mas'uliyat hissi bor edi. U hech kimga da'vo qilmayapti, lekin amalda hamma yorilgan joyini yamayapti. Bu ayol bu xonadonga faqat kelin bo'lib kirmagan, u yaraga bog'lov bo'lib kirgan.